Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ta'bir kitobimizni 2-darsida sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi yassir va la tu'assir, Robbi tammim bil khayr, Robbi shrah li sadri va yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, Robbi zidna ilman va fahman. Xo'p, o'tgan darsimizda mana bu 2-mavzuni o'tgandik va undan keyingi 3-mavzuni o'tgandik. Yangi kirganlarga ma'lumot o'rnida ta'bir kitobi boshlang'ich darajadan boshlanadigan muhadasani, ya'ni razgovorni rivojlantirishlik uchun o'qiladigan iboralardan tashkil topgan kitob hisoblanadi. Ya'ni bu kitobda arab tilida turli xil mavzularda eng ko'p ishlatilinadigan asosiy iboralar yodlanadi. O'tgan darsda mana shularni ko'rib chiqqandik. Kayfa tasiru umuruka, ishlaring qanday ketyapti? Fi deb turib birorta makon nomini qo'yishlik kerak edi. Fil amal, ya'ni ish joyingda ishlaring qanday ketyapti? Kayfa tasiru umuruka fil haya, hayotingda ishlaring qanday ketyapti? Kayfa tasiru umuruk fil jami'a, universitetda ishlaring qanday ketyapti? Demak, mana shu ko'rinishda iboralarni yodlashligimiz kerak edi, misol yozib. Va mana bu yerda hol va ahvol, salomatlikni so'rash uchun qo'llaniladigan ba'zi iboralarni ko'rib chiqqan edik. Kayfa halukni o'rniga ishlatilinadigan bir qancha murakkab chiroyli iboralar va alhamdulillah bixoyrni o'rniga ishlatilishi mumkin bo'lgan ana fi ni'matin valhamdulillah ko'rinishidagi men ne'mat ichidaman, Allohga hamd bo'lsin, yokida kullu shay ala ma yuram, ana fi ahsani hal, alhamdulillah ala kulli hal haqidagi mana shu kabi iboralarni ko'rgandik. Bular bixoyr valhamdulillah o'rnida javob o'laroq ahvolni ifodalashlik uchun ishlatilar edi. Bugun 4-mavzuni o'tar ekanmiz. Ta'abirul farahi val itminan. Xo'p, demak, xursandchilikni va xotirjamlikni ifodalovchi iboralar ekan. Birinchi iborani ko'ramiz. Ana sa'idun jiddan. Bi deb turib, bi bilan mana bu birorta so'zni qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Ana sa'idun jiddan bila utla. Ana degani men degani, sa'idun xursandman. Muzakkar uchun, ya'ni mazkur uchun jenskiy rodda ifodalasak sa'idatun ko'rinishda ifodalaymiz. Jiddan juda degani men juda xursandman, bi degani bilan yoki mana shu narsa sababidan ma'nosida tarjima qilinadi. Utla degani ta'til degani. Bila utla desak ta'til sababidan yoki ta'til bilan deb tarjima qilamiz. Ana sa'idun jiddan bila utla. Men ta'til bilan, ya'ni ta'til sababidan juda xursandman. Ana sa'idun jiddan bi ru'yatik. Men seni ko'rganimdan juda xursandman. Ru'ya ko'rishlik, ka seni ma'nosini ifodalaydi. Men seni ko'rganimdan juda xursandman. Ana sa'idun jiddan bi ziyaratik. Ziyara ziyorat qilishlik, ka seni degani, seni ziyorating sababidan juda xursandman, ya'ni seni ziyorat qilganimdan xursandman ma'nosidagi xursandligini ifodalovchi jumlalar. Xo'p, bunga xuddi shu mana shu iborani yodlab olib, oxiriga biga ulab turib, mana bunga o'xshagan so'zlarni misol keltirishinglar kerak bo'ladi 10 tadan. Ana sa'idun jiddan bid-dirasa. Men darslar bilan juda xursandman. Yoki ana sa'idun jiddan bil asdiqai. Men do'stlarim sababidan juda xursandman. Ana sa'idun jiddan bi deb turib, shunga o'xshash birorta sababni keltirasizlar. Xo'p, ikkinchisini ko'ramiz. Xursandligini ifodalashlik uchun keyingi ibora ana fi g'oyati sururi. Ana men degani g'oyati surur. G'oyatda, ya'ni o'ta holatda sururliman, xursandman degan ma'noda. Men o'ta xursandman. Bil amal, men ish bilan o'ta xursandman. Ana fi g'oyati sururi bi hadzal jaw. Men bu ob-havo bilan juda xursandman, ya'ni bu ob-havo sababidan juda xursandman. Hadza bu degani jaw, ob-havo. Ana fi g'oyati sururi fi rihla. Rihla safar degani, men bu safar sababidan g'oyatda xursandman. Uzr, bir daqiqa.
Xo'p, uzr ming bor. Davom etamiz. Ana fi g'oyati sururi demak, nihoyatda xursandman. G'oyatda xursandman ma'nosini ifodalaydi. Mana shu biga qo'shib yoziladigan so'zlardan birorta sababni keltirib turib, 10 tadan misol keltirishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi mimma yamla'ul qalba farahan. Mimma yamla'ul qalba farahan. Yamla to'ldirish, to'ldirmoq degani qalba, qalbni, farahan, farahga to'ldiruvchi narsalardandir. Mimmani narsalardandir deb tarjima qilamiz. Qalbni farohga, ya'ni xursandchilikka to'ldiruvchi narsalardandir deb, undan keyin qalbni farohga to'ldiruvchi narsa nima ekanligini oxirida misol qilib keltirishlik kerak bo'ladi. Bu yerda bir qancha misollarni beryapti. Ziyoratu jaddi lana. Bobomni bizni ziyorat qilishligi. Mimma yamla'ul qalba farahan ziyaratu jaddi lana. Bobomni bizni ziyorat qilishligi qalbni xursandchilikka to'ldiradigan narsalardandir deb tarjima qilamiz. Keyingisi an azural ka'bata sharifa. Ka'bai sharifani ziyorat qilishligim. An azura ziyorat qilishligim degan. Orqadan tarjima qilamiz endi. Mimma yamla'ul qalba farahan an azura ka'bata sharifa. Ka'bai sharifani ziyorat qilishligim qalbni xursandchilikka to'ldiradigan narsalardandir. Anna kulla asdiqai qad najahu. Har bir do'stlarimni muvaffaqiyatga erishganligi, ya'ni har bitta do'stlarimni muvaffaqiyatga erishganligi qalbni farohga to'ldiruvchi narsalardandir. Demak, mana shu jumlani aytib turib, oxiridan birorta jumla ko'rinishida yoki bitta dona so'z ko'rinishida uni sababini keltirishligimiz kerak bo'ladi. Bu ham demak xursandchilikni ifodalaydigan jumlalardan hisoblanadi. Keyingisi innahu liman dawa'i sururi an. Xo'p, innahu liman dawa'i sururi an. Bu xursandchiligimni orttiradigan narsalardandir. Ya'ni xursandchiligimni ziyoda qilyapti, orttiryapti degan ma'nodagi jumla hisoblanadi. Qolip ifoda, buni yodlab olamiz shunda. Ba'zida shunday jumlalar bo'ladiki, bu ta'bir kitobida jumla ko'rinishida ishlatiladigan iboralar berilgan va ba'zi jumlalar so'zma-so'z tarjima qilganimizda ma'nosi to'g'ri chiqmaydi. Agar innahu liman dawa'i har bittasini so'zma-so'z tarjimasini bersak, mana shu ma'no chiqmasligi mumkin tarjimadagi ma'no. Shuning uchun ham bular aynan so'zma-so'z tarjima qilinmaydi, balki mana shu qolip ifoda, ibora ko'rinishida yodlab olgan holatda ishlatilinadi. Demak, bu jumlani mazmuni qalbimni sevinchga to'ldiryapti, qalbimni xursandchiligini ziyoda qiladi degan ma'noda ishlatilinadi. Demak, nima ziyoda qilishligi mana bu anni oxiridan keltiriladi. An akuna baynakum. Akuna bo'lishligim, baynakum sizlarning orangizda. Sizlarning orangizda bo'lishligim meni quvonchimni ziyoda qilyapti degan ma'noda keladi. Innahu liman dawa'i sururi an akuna baynakum. Xo'p, keyingisi innahu liman dawa'i sururi an azura al-athar al-qadima. Athar al-qadima qadimgi obidalar degani. Qadimgi obidalarni azura ziyorat qilishligim degani. Qadimgi obidalarni ziyorat qilishligim qalbimni xursandchiligini ziyoda qilyapti, ya'ni xursandchiligimni orttiryapti degan ma'noda. Keyingisi uqobila sadiqil qadima. Uqobila ko'rishligim, uchrashligim, sadiqil qadim eski do'stim bilan degani, eski do'stimni uchratishligim. Xo'p, demak, qo'shib aytganda innahu liman dawa'i sururi an uqabila sadiqil qadim. Eski do'stim bilan ko'rishishligim quvonchimni ziyoda qiladi degan ma'noda ishlatilinadi. Xo'p, keyingi jumlani ko'ramiz. Kada qalbi yatiru. Xo'p, demak, mana bu yerda nuqtalar oxiridan jumlani oxiriga qo'yilgan bo'lsa, qo'yadigan jumlamizni, ya'ni bu yerdagi misollarni oxiriga qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Jumladan avval nuqta qo'yilgan bo'lsa, mana bunisida avval qo'yilgan. Birinchi mana shu jumlani, misol jumlani qo'yib turib, keyin iborani, qolip ifodani undan keyin aytishligimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda kada qalbi yatiru,
qalbim uchay deyapti, qalbim uchib ketay deyapti degan ma'noda, ya'ni qalb o'ta xursandchilikdan uchib ketishligi, ya'ni xursand holatda bo'lishligi nazarda tutilyapti. Indama sami'tu khabara najahi. Indama vaqtida, paytida degani sami'tu eshitganimda, eshitgan paytimda deb tarjima qilamiz. Khabara xabarini, najahi muvaffaqiyatimni degani. Muvaffaqiyatim xabarini eshitganimda kada qalbi yatiru, qalbim uchay dedi. Qalbim havolariga uchib ketay dedi. Indama wafaqat khatibati ala az-zawaj. Kada qalbi yatiruni bundan keyin beramiz. Xo'p, demak, xatibati unashtirilgan ma'nosida, unashtirilganim zavojga muvofiq bo'lganida, rozilik berganida kada qalbi yatiru, qalbim uchib ketay dedi. Xo'p, fustu fil musabaqati fakada qalbi yatiru. Fustu degani muvaffaqiyat qozonganimda degani, musobaqada muvaffaqiyat qozonganimda fakada qalbi yatiru, qalbim uchib ketay dedi degan ma'noda. Xo'p, keyingisi laysa hunaka ajmalu min. Laysa hunaka bu yerda yo'qdir, ajmalu min bundan chiroylirog'i yo'qdir degan ma'noda bo'ladi. Xo'p, endi mana shu jumlani oxiridan bu yerda bundan go'zalrog'i yo'qdir deb turib, nimadan go'zalrog'i yo'q ekanligini oxiridan ifodalashligimiz kerak bo'ladi. Ru'yati shamsi vaqtal g'urubi. Xo'p, demak, vaqtal g'urub degani quyoshni botish vaqti. Ru'ya ko'rishlik. Quyoshni botish vaqtini ko'rishlikdan go'zalrog'i yo'qdir deyilyapti. Sama'il Qur'anil Karim. Xo'p, Qur'oni Karimni eshitishdan go'zalrog'i yo'qdir. Julusil usrati jami'an 'ala al-'asha. Kechki ovqatda yoki kechki paytda jamiki oilani bir orada o'tirishligidan go'zalrog'i yo'qdir deb tarjima qilamiz. Demak, mana shu laysa hunaka ajmalu min bundan go'zalrog'i yo'qdir deb turib, mana shu misollar kabi boshqa birorta narsani o'zimiz misol qilgan holatda qo'yib turib ifodalasak bo'ladi bu jumlani. Xo'p, keyingisi fansharaha lahu sadri. Fansharaha. Xo'p, ichimni rohatladi, ya'ni xursandchilikka to'ldirdi, rohatlatdi, quvonchga to'ldirdi degan ma'noda keladi. Lahu sadri, u bilan qalbim, ya'ni u qalbimni xursandchilikka to'ldirdi yoki u bilan qalbim xursandchilikka to'ldi degan ma'noda. Demak, nuqtasi avvaldan qo'yilgan jumladan avval, demak, birinchi bu yerda misollarni keltiramiz, nima bilan qalbimiz xursandchilikka to'lganligini va oxiridan mana shu xursandchilikka to'ldirdi degan ifodani aytishligimiz kerak bo'ladi. Bu yerda beryapti misollarini. Sami'atul Qur'ana, Qur'onni eshitdim, fansharaha lahu sadri, va u bilan qalbim xursandchilikka to'ldi. Ra'aytu shaqqata, kvartirani ko'rdim, fansharaha laha sadri, u bilan qalbim xursandchilikka to'ldi. Demak, mana bu joyda laha, bu joyda esa lahu kelyapti. Buni sababi bu yerda mana shu sabab bo'layotgan narsa, predmet yoki shaxs, mana shu ism nima bo'lishidan qat'iy nazar muzakkarda, ya'ni murskoy rodda bo'ladigan bo'lsa, u bilan degani mana shu predmetga qaytadi. Shu sababdan bu yerda lahu deb bu muzakkar so'z bo'lganligi uchun lahudagi domir ham muzakkarda kelyapti. Bu yerda shaqqoh oxirida tamarbutasi bor, muannasdagi so'z hisoblanadi. Mana shu sababdan u bilan qalbim xursandchilikka to'ldi deganda bu yerda ha, ya'ni muannasda ifodalanyapti, mana shu muannas bo'lganligi uchun. Mana shu yerga qarab turib, demak, buni ishlatamiz rudiga moslab. Kalimatul haqqi yansharihu laha sadri. Haq so'z degani, haq so'z, haqiqatdagi so'z bilan qalbim xursandchilikka to'ladi degan ma'noda. Xo'p, keyingisi aslaja zalika sadri. Bu bilan qalbim xursandchilikka to'ldi, quvonchga to'ldi degan ma'noda ishlatiladi. Bu jumla ham xuddi shu mazmundagi qolib ifoda hisoblanadi. Demak, bu ifodada nuqtalar oxirida qo'yilgan. Birinchi bo'lib mana shuni aytishligimiz kerak bo'ladi jumlani. Uni ketidan
sababini keltirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda birinchi sabablarni beribdi, undan keyin qolip ifodani keltirgan. Demak, bunday ko'rinishda ishlatsak ham bo'ladi. Birinchi qolip ifodani aytib turib, keyin oxiridan sabablarini keltirsak yoki birinchi sabablarini aytib turib, keyin boshiga, mana aslajani boshiga fa qo'ygan holatda fa aslaja ko'rinishida bu jumlani oxiridan ishlatsak ham bo'lar ekan. Xo'p, misollarni ko'ramiz. Najahtu fil imtihan. Imtihondan muvaffaqiyat qozondim. Fa aslaja zalika sadri. Bu ichimni xursandchilikka to'ldirdi degani. Xarajal validi minal mustashfa. Otam kasalxonadan chiqdi. Fa aslaja zalika sadri. Va bu ichimni xursandchilikka to'ldirdi degani. Xo'p, keyingisi فاز فريقي بالكأس فأثلج ذلك صدري. فاز فريقي بالكأس. xo'p, demak do'stim muvaffaqiyat qozondi. فأثلج ذلك صدري. va bu qalbimni xursandchilikka to'ldirdi, qalbimni quvontirdi degan mazmunda tarjima qilamiz. Bugungi iboralarimiz mana shundan iborat edi. 5-dars kelyapti undan keyin. 8 ta ibora ekan, xursandchilikni ifodalashlik uchun. Demak, mana shularni o'zlashtirib yodlab olamiz va har bittasiga o'zimiz misollar keltirgan holatda, sabablar keltirgan holatda 10 tadan jumla tuzib chiqadigan bo'lsak, yanada jumlani esimizda qolishligiga, yodlab olishligimizga, ishlatishligimizga oson bo'ladi inshaalloh. Keyingi darsda mana shularni o'zlashtirib olsanglar, ko'payib ketmasin. Keyingi darsni o'tamiz inshaalloh 5-mavzuni. Dars tushunarli bo'ldimi? Dars bo'yicha savollar, tushunmagan joylaringlar bo'lsa marhamat. Savol bormi biron kimda mavzu bo'yicha?